Uyqusirab, charchab, uyimni zo'rg'a topib kelgan bir paytda xayolimga ajoyib issiq yegulik keldi. Tanlamasam bo'lmaydi dedim deb boshlavordim. Xullas qaranglar, bizga oddiy baton noni kerak bo'ladi. Men 4 kun oldin xarid qilingan baton nondan foydalandim. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, svejiy bo'lishi shart emas. Baton nonni ustki qismini va ichini ham olib tashlaymiz. Keyin esa ichiga tuxum solib, tabga ko'ra ozgina tuz sepib, videoda ko'rsatilgandek qilib aralashtiramiz. Endi esa bizga uyda qolib ketgan kolbasami, sosiskami, xullas nima topsanglar, o'shani solsanglar bo'ladi. Masalan, men ham 1 oy oldin xarid qilingan, lekin hech kim yemaydigan kolbasani sovordim. Yana ham mazali chiqishi uchun bulg'or qalampirni ham soldim va mehr bilan juda ham ko'p qirg'ichdan o'tkazilgan sir solib, chiroyli chiqishi uchun oyimlarning cherry pomidorlarini terib chiqdim va 20 minutga duxovkaga qo'ydim. 20 minutdan keyin qarabsizlarki, juda ham mazali issiq yegulik tayyor deyishimni kutgandinglar, lekin afsuski unaqa emas. Bitta xatoni deb ichidagi tuxumi pishmasdan chiqdi. Xullas shunaqa futblogerlarda ham shunaqa bo'lib turadi. O'shaning uchun mabodo qanaqadir retseptingiz o'xshamasa, hech ham siqilmang, bo'lib turadi. Bu safar aytmoqchi hammaga yoqimli ishtaha emas, keyingi videolarda ko'rishguncha.